endi avvalo sizga rahmat Tohirjon aka. Adashmadik demoqchiman-da. Qo'shiq tanlashni To'g'ri tanlabsizlar, ha? Ochig'i meni yuragim ham Meni hisob kitob boshqa narsa. ayni u hisob kitob bo'ladigan narsa, lekin To'liq qachon bo'ladi? Ya 2020 da qolib ketadi. sizku 24 ga mo'ljallagan ekansiz. Ochig'i meni konsert berish xayolimda ham yo'q edi. Yo'q-da. Chunki bugungi kunda yakkaxon konsert berish juda ham qiyin bo'lib ketdi. Endi qaysi ma'noda? O'sha har tomonlama o'ylaysizki, o'sha bugungi chiqayotgan yoshlarni yoki bugungi o'sha bizni muxlislarimiz nima kutayotganligi, o'sha zalga majburlab kimnidir chaqira olmaysiz. O'sha konsert berganingizdan keyin u zal to'lish kerak. Ungacha bo'lgan o'zini xarajatlari yoki bo'lmasa o'sha jarayonlari bor. Menga juda ham ma'qul bo'ldi. Endi oldin ham bundan bir necha yil oldin birga konsert bergan kunlarimiz bo'lgan. Avazohim bilan konsert berganmiz, Handalak guruhi bilan. Endi rahmatli ustozimiz Hojiboy Tojboyev bilan 2007-yil konsert bergan. Ha, men Turkistonda konsert berganman-da, o'sha bahor oyida konsert berib, o'sha bir to'y xizmatida ko'rishib qolganman rahmatli Hojiboy aka bilan. Keyin o'sha hovlidagi to'yda xizmat qilganimizda, "Alijon, siz konsert berganmisiz?" Men aytdim, "Bahorda konsert berdim" dedim. Konsertni diskini menga bering dedilar, mashinadan shatto olib chiqib berdim. Oradan 2 kun o'tib menga qo'ng'iroq bo'ldi Hojiboy akam o'zlari. "Alijon, men to'yda sizga ishqiboz bo'lib qoldim. O'sha men bu yilgi qishki konsertimga chiqasiz" dedi. Xuddi sizga o'xshab meni o'sha hurmat qilib chaqirgan insonlarning konsertida yonib xizmat qilgim keladi. Kecha ham juda ajoyib bo'ldi. Ha. Dahshat duvorgim keldi-yu lekin. Avvalo